Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Alisher, PSK Brick kompaniyasi HR departamenti rahbariman. PSK Brick kompaniyasi O'zbekiston territoriyasida 9 yil davomida O'zbekiston hududida Uzjitel, gazni qayta ishlash zavodi, Humo Arena, Zangiota Covid Center, Navoiy Azot, Samarqand turistik sentri, Samarqand aeroport, shunday jumladan bir nechta zavodlar, komplekslar qurilishga ishtirok etdi. Asosiy ishimiz elektromontaj, puskanaladka va kip avtomatika. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan elektromontajlik, montajlik va elektrogazsvachkalarni ishga taklif qilamiz. Bizning takliflarimiz 18 yoshdan 50 yoshgacha ishlovchi, ish o'rganish xohlovchilar, rasmiy ish joyi, korxona hisobidan yillik mehnat ta'tili, yotoq joyi, 3 mahal issiq ovqat, yo'l xarajatlari qoplab beriladi, maxsus kiyim va maxsus asbob-uskunalar bilan ta'minlanadi. Bizning asosiy faoliyatimiz bu elektromontaj, montaj va puskanaladka. Mana bunaqa juda katta podstansiyalar, yopiq taqsimlovchi qismlar, mana shunaqa ochiq taqsimlash qurilmalarini qurilishida ishtirok etadi. Bizning kompaniyamizga ishlash niyatingiz bo'lsa, quyidagi telefonlarga murojaat qiling.